Assalomu alaykum bolalar, yaxshimisizlar, turibmisizlar? Sizlar bilan Nodirbek Delisi. Bolalar, bugungi videomizda sizlar bilan biz Dirimlik 2026 o'yinda bitta o'yinda kamida 10 ta penalti ishlashni o'rganamiz. Videoni boshlashdan oldin like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar, qanday zurlikni boshladik. Yo'q, hozir. Do'stlar, chalib ketyapman. Mana bu o'yinda ko'rsataman. Menda bo'ladi. Уже boshlandi mana. Hozir to'p olmoqchiman. To'pni ololmay qoldik ular, bitta futbolchidan. Manaki. Yolda umuman o'ynamayapti. Shu pulni sotib beraymi ekan. Mana qaranglar, umuman to'p o'ynayapti ulardan. Voy, ozroq qoladi ekan. Orasini o'tkazib pas beryapti. Bu qiyin matchda bolalar, buni o'ynash qiyin, shuning uchun ishlash ham qiyin. Mana kirasizlar bunday qilib, bu yoqqa bo'lsanglar. Hozir to'pni olib qo'ydi. Hozir ishlab ham ko'rsataman. Masalan, futbolchi to'pning oldiga kelgan bo'lsa, mana shunday ulgurib qo'ysalar, mana orqadan keladi va meni penalti bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi, shunaqa qilib penalti ishlab olsanglar bo'ladi hozir. Messining zarbasi gol. Yaxshi. Shunaqa qilib yana bitta ko'rsatib beraman bola. Masalan, hozir Salohning pasi Rivella bo'ladi. Aman. Bola obuna bo'lib qo'ydilar, bir kiga ozroq qolgan. Tushuntirish qiyin ekan bu matchda ekan. Shu video olsam aynan o'ynolmay qolaman. Agar video olmasam, mana shunaqa 10 ta 15 ta penalti tepaman. Mana ketdi. Mana orqalardan kelgan bo'lsa, mana shunaqa qo'yasizlar, mana. Mana orqadan keladi, qaranglar. Mana penalti gol. Shunaqa qilib har bitta o'yinda faqat penalti tepilaman. Qilsanglar, sening zarbasi darvozamdan seyf tursa. Do'stlar, bugungi videom shulardan iborat edi. Sizlar bilan Nodirbek Delisi bo'ldi. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Bitta yana penalti ishlab oldim. Bir taymda 3 ta penalti. Endi sizlar yaxshi o'ynasanglar, ko'proq ishlashingiz ham mumkin. Messining zarbasi yana chichib qo'ydi. Do'stlar, bugungi videom shulardan iborat edi. Hammaga rahmat. Har doimgidek yana bitta penalti ishlayman. Oho, ko'rasiz, 4 ta penalti bo'ldi. Messining zarbasi gol do'stlar. Endi ham videoni yakunlasak bo'ladi. Shunaqa qilib penalti ishlab olsanglar bo'ladi. Bir taymda 4 ta penalti bo'ldi, ko'ryapsizlarmi? Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna va like bosish esingizdan chiqmasin. Bir kiga ozgina qolgan do'stlar.